Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Ismoil Omadli Valdiyevna, Farg'ona shahar xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarial idorasida notarius bo'lib ishlab kelaman. Bugun ham men sizlarga shu fuqarolarimiz tomonidan, ya'ni sizlar tomonlaringdan ko'plab murojaatlar kelib tushgan hamda fuqarolar tomonidan beriladigan savollarga to'xtalib o'tsam, o'tgan ko'rsatuvimda ham fuqarolar tomonidan kelib tushgan xilma-xil savollarga javoblar berib bordim. Hozirgi ko'rsatuvimda ham shu fuqarolardan kelib tushgan ko'plab notarius amaliyotida uchrab kelayotgan savollarga biroz to'xtalib o'taman. Bitta savol masalan quyidagicha: 2021-yilda otamning vafotidan so'ng men onam bilan otamdan qolgan uyni akamning nomiga rasmiylashtirishga kelishdik va men notariusga borib merosdan voz kechib arizani imzoladim. Hozirda kelishmovchilik sabab arizamni bekor qilmoqchiman. Tartibi qanday? Demak, bunga javob quyidagicha: O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 1147-moddasiga asosan merosdan voz kechish merosxo'r tomonidan meros ochilgan joydagi notariusga ariza berish orqali amalga oshiriladi. Merosdan voz kechish keyinchalik bekor qilinishi yoki qaytarib olinishi mumkin emas deb belgilangan. Ushbu qonunning 1148-moddasiga binoan merosdan izohlar yoki shartlar qo'yib voz kechish mumkin emas. Merosdan voz kechish arizasini bekor qilish da'vo arizasi bilan fuqarolik sudiga murojaat etasiz. Ya'ni bu savoldan kelib chiqamizki, masalan marhum vafot etsa, shu oxirgi doimiy ro'yxatda turgan bo'lsa, aytaylik qaysidir viloyatda yoki shaharda doimiy ro'yxatda turgan bo'lsa, merosxo'rlar shu marhumning doimiy ro'yxatda turgan notarial idoraga murojaat etib, ya'ni meros ochish haqida hamda meros guvohnomasini qabul qilish haqida ariza bilan murojaat etadi va bu hollarda notarius shu marhumning barcha merosxo'rlarni tekshiradi, ya'ni birinchi darajasini, agar birinchi darajali merosxo'rlari bo'lmasa, ikkinchi va undan keyingi darajali merosxo'rlarni aniqlashi lozim. Bu savoldan kelib chiqyaptiki, birinchi darajali merosxo'rlardan demak farzandlari bo'lib chiqyapti va bitta farzand shu akasini foydasiga ariza, voz kechish ariza notariusga borib yozgan. Darhaqiqat ushbu arizani notarial idoraga borib imzolash arafasida nafaqat notarius shu fuqaroga arizani mazmuni, uning huquqiy oqibatini to'la batafsil tushuntirib beradi. Bundan tashqari ushbu fuqaro ham o'zi notarius huzurida shu arizani imzolab, o'zi to'laligicha o'qib chiqib, uni mazmunini tushungan holda imzolaydi birinchi navbatda. Chunki notariusga o'z xohishi bilan fuqarolar murojaat qiladi. Agar notarius ushbu murojaat qilgan fuqaroni qanaqadir salbiy oqibatida yoki hayajon bosgan bo'lsa, ushbu fuqaroni shu ariza imzolash arafasida notarius bunaqa harakatni bajarmaslikka harakat qiladi va shu fuqaroda nima sababdan hayajon paydo bo'lyapti, nima sababdan qanaqadir qo'rquv paydo bo'lyapti, bundan tashqari shu voz kechishga oid boshqa savollar ham notarius shu fuqaromizga savol berishi mumkin. Bundan tashqari ushbu voz kechish arizada hozir aytib o'tganimdek qisman ariza voz kechilmaydi. Ya'ni masalan fuqaro kelyaptiki, notariusga aytyapti: "Men hozir akam faqat uyni rasmiylashtiryapti, men faqat voz kechishimni uyga nisbatan beraman. Keyinchalik dadam yoki onam nomida mashina bo'lsa, mashina menga o'tadi. Men faqat shu holatlarda voz kechaman" deb murojaat qilib kelsa ham, bu hollarda notarius ushbu arizani tasdiqlab bermaydi. Chunki qonunda ko'rsatib o'tilgan voz kechish ariza hech qanday shartlar qo'yish yoki qisman voz kechish mumkin emas. Ya'ni yoki merosxo'r barcha mol-mulklarini qabul qilsin meros sifatida, yoki shu arizaga binoan ushbu arizada to'la yoziladi. Ya'ni marhumning nomida barcha mol-mulklari bo'lsa, voz kechaman akamning foydasiga degan jumlalar yozilsa, demak bugungi holatda ushbu
merosxo'r shu yigitni akasi masalan uyda qabul qilib olishi mumkin, meros sifatida rasmiylashtirishi mumkin. Yillar o'tgan sari masalan 2 yil 3 yil davomida agar aytaylik marhumning nomida mashina yoki boshqa mulklar, aksiyalar yoki pullar, omonat daftarchasidagi pullar mavjud bo'lsa, bular notariusga murojaat qilgan holda notarius tizim orqali haqiqatdan marhumni nomiga meros ochilganligi aniqlansa, so'rov xati orqali shu birinchi notarius boshqa notariusda meros guvohnomasi rasmiylashtirilgan bo'lsa, ushbu barcha hujjatlarini ko'targan holda, so'rov orqali nusxalarini olgan holda, ya'ni keyingi mulkiga ham qo'shimcha meros guvohnomasini, ya'ni birinchi merosga berilgan guvohnomaga asosan qo'shimcha qonun bo'yicha merosga bo'lgan huquq to'g'risida guvohnoma rasmiylashtirib beradi. Va bu hollarda demak birinchi aytaylik 2 yil 3 yil oldingi olingan arizalarni ko'targan holda, chunki u arizalarda merosxo'rlar voz kechgan barcha mol mulklarga va shularni asoslantirib boshqa mulkka ham notarius qonun bo'yicha meros guvohnomasini rasmiylashtirib beradi. Bu holatlarda ham ariza voz kechish arizasini notarius tasdiqlagan vaqtida shu merosxo'rga to'liq tushuntirib beradi. Chunki bu voz kechish ariza qaytarish kuchi yo'q. Masalan, bugun merosxo'r voz kechib beryapti, ertasi kuni aynigan va notariusga kelib menga bekor qilib bering desa ham bu hollarda notarius uni bekor qilib bermaydi. Chunki bu narsa qonunda ko'rsatilgan. Agar arizani bekor qilmoqchi bo'lsangiz, demak fuqarolik sudiga murojaat etishingiz mumkin. Ushbu da'vo ariza bilan fuqarolik sudiga murojaat etiladi. Bu meroslarning voz kechish haqida ariza. Chunki ko'p holatda bizni fuqarolarimizga notarius to'liq tushuntirib bergan holda ham tushuntirib bersa ham ko'p tushunmovchiliklar paydo bo'lyapti va merosxo'rlar 2-3 kundan keyin kelib menga bekor qilib beringlar degan murojaatlar ham ko'payib bormoqda. Shuning uchun to'lalicha arizani anglab, tushunib, huquq oqibatlarini tushungan holda notariusga murojaat qilib, ushbu arizani imzolashingiz mumkin. Endi bu birinchi savol bo'yicha edi. Yana bitta savol ham kelib tushgan. Mening hovlim bor, bir vaqtning o'zida 3 nabiramga sovg'a qilsam bo'ladimi? Bu holatda qanday yo'l tutishim mumkin? Albatta, sizning nomingizda uy yoki uy bo'lsa, istalgan mol mulkingizni nabiralaringizga hadya shartnomasi asosida sovg'a qilishingiz mumkin. Masalan, nabiralaringiz 2 ta yoki 3 ta bo'lsa ham, ularga ham birdaniga nomlariga hadya shartnoma tuzishingiz mumkin. Bularda faqatgina voyaga yetmagan bo'lsa, ushbu nabiralar nomidan ularning ota-onalari qatnashadi. Agar nabiralaringiz 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lsa, o'zlari ham ishtirok etishadi. Shuningdek, ushbu mulk birgalikdagi mulk bo'lsa, turmush o'rtog'ingizning roziligi ham talab qilinadi. Ya'ni nabiralaringizga ham mulklaringizni hadya qilishingiz mumkin. Bugungi olib borgan efirim shundan iborat edi. Hammasiga sog'lik, salomatlik tilayman. Keyingi navbatdagi efirimni ham kuzatib boringlar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.